Ne bo'ldi? Bugun bek kız qaqqalaring uchiqku. İnin muhabbet biriga bir qadam oldi aka, xo'sh xabar. Yana. Yana Qaysi biliqga bu qitim qamoqliq ilingan? Rudaqsi aka, ot minkoxan. Davlat tiliga suliki aka. Ne deydigan sen? Ben manavni 3-4 kun bo'lib paranishib davlat tiliga sulib ketdim hozir. Xodis, pol deya olmadim. Yo, kimning gapini qilsang shu deb qara. Va ayni warning. Baba, omoda. Baba. Hey, kimning gapini qilsang shu deb aka. Qanday hanso seviyorum? Çaplaydigan bo'lib ketibsizlar. Ama diyor. Siz yaxshi o'ylagan bo'lib ketibsizlar, jima. Yok. Bu boşaloq juguraya qapoq qo'yish. Aka, bu muhabbetim hanso xatiyizga o'qib aka. Kim deydi? Men uxladim jinim, seni baldırak aramal debdi. Mashinaga moshinchi olib yurib chiqdingmi hamda o'zing o'qolmamsiz buni? Aka, o paranlaşqanim bilan ma hansochi xat yozib qolsa seviyorum, namoyon qilinib ketib qolganmiz aka. Bunun üstüne 4-6 xat yazsalar aka, men shu ayrılıp ketaylik degan o'xshaydi deb büyüşüm qiyib, ko'zim qaram, og'zimdan vozg'ab chiqdik. Va unda demamsa muhabbatingga men ovozliq gaqil, hansochisin mayli ovozliq gaqil demamsa bunda yurib palaqshi. Voy, men bu ilgirkin poytib emasmi aka, qizg'ilga. Beijingda shuni hansochi fakultetini bitaganda bunda qolsa aka, muhabbet ko'chkidini bu g'azbaqada chiqibdi shu aka. Bo'pti deldirim, sen muhabbat yo'lda badan qizayotgan bo'lgandikin. Men qizchaq nima deymiz hozirda bo'lsa? Bununla mana bize xayrli keçtinim, şunu miniki ahırı varlığın kıymeti devlet tili uğraya aka. Wan an Pao Bei. 希望你梦见我。Varlığın ketdi. Oldu mu? Can peyzan. Mana bir kirib uxlar ham. Gel. Aka, manim deydi o. Ya xav debdi-ku, ma'qul debdi-ku. Ben xonu povda boqib yugurib chiqibman. Sen bunda qiynalg'icha qara. Men sana bir aptital tushirib beray qara. Boshda qilib. Ashningni chaplab deydi. Ama telefonimga ma go'yi chu degan aptital tushirib qo'ydim. Bu da meni besib, meni besib bilan yaxshi ko'ring jinim. 你做个好梦，亲爱的。 Mani ko'rdingmi? Oynani. Buningdan keyin muhabbat hayoting mushuna davomlashsin. Odamda tuyuqsiz sakrab chiqib meni qo'rqasdan kol yeb ketib qolsa derdi. Qarabsizlar, ama varamchirim bu. Ama deldirim enim bir muhabbatlashibdi bir menko'xan qizchaq bilan. Shuning bayramini qilib o'tag'an. Sanim chiqib oldin qapoq qo'sh kirib uxlaray menga. Yo, mübarek olsun diye deldirim. Eklem yaptın tarafı kay. Erkekler hep körpe kırgan bir koyunma var canım. Uzakma mı? Çişine verip baksın, yeşil tep bakamcı ya. Kulaya bak bakış kırpmana. Akila köre bakayım ben başka çıkmayayım mı? Vakitlayayım şu. Ben bu kadar baksana. Ha, bulab dörken manın köstüpü. Adamlar arasındaki farkını fıkıvasın. Yengemni körüp alıyor, kappusu baş. Bana. Del özü. Canım küçük gene. Cahanın küçülkündeysen o tonamdan sen? Tonamdın sen? Tonamdın dep kapsa 5 kıldak bilemem ben bu kız oldu ya. Ve bizim bir ağayın balı olan badi geldi sıva. Aka, nimi deydin malı? Ya sen çokum hata tonu aldı ya. Bu kızın etrafında dostları şunda isil kızlar var. Günde bir dostlar hiç birlerle yürüdü. Dikkat kılcıma var sen gel sözünge. Kapaklaş. Vay ya dost ya. Bileme o dostunu mu? Bunu mu bizden bir ağayın balı? Aşkısına arasında bir savatlar var. İngiliz bes kızlar. Ay, ben çıdamadım. Ne bo'ldi?
Ey, qandan emasa? O'g'ir kirgan boqqa o'zligida o't ketibdi, dalillar hikoyangni hissiyot qolib ketibdi deb nimajolar qopsaysan? Ey, adab qo'ya buning gapiga ya bunda gul jamiyat pek chiqava. Ularni biz o'g'il taqam qiltiriq deymiz. Tushundingmi? Qiltiriq. Qiltiriq degan nima qilibsan? Biliq narsa chiqaranimda. Ha, biliq qilgan chiqqan qiltiriq. Lag'maysanmi chiqdi bular hozir, polaysanmi chiqdi bular. Tushundingmi? Manchi sam chiqaran qiltiriqga aka bu. Jin qiltiriq bular. Buning gapiga hal deb qo'ysang bo'ldi. ish qilyapman deydiganni deb qo'ydi. Hamda o'zingninki baxt ishlariga qara. O'zing o'ylash daldiramman kirib yotdim. Ko'ngilni yerim qilma inim. Bu qiltiriq davrida bu. Bu tonimaydi sening bu muhabbatingni. Buning qiltiriqligini men sana isbotlab beraymi? Qanday isbotlaysiz? Hozir qara. Marasimdagi qiz bola Hollywoodning danglik cho'lpini bu Angelina degan qiz bola Amerikada. Hozir chaqirib chiqib mushullam tonatimiz, qiltiriq mushtim 100% toniydigan chiqdi. Qarab ko'rsangiz. Mardo! Chiqamayapti. Yana nima uchun param? Ya qiltiriq. Men bir qiz chaqyapti, men o'shaning paranlashyotgan. Hali chiqishib qoldi. Men rasmini bir ko'rib baqa, sen tonamsanki. Macan nimancılar ta Maçımen kankıp hem sana ücretli gipti de 2011 menin qo'limdan chiqayotgan mal bu. Amma shuncha bechatdim men dalda qo'yay. Ching tutmani. Ko'rdingmi men qiltiriqni? Qiltiriqlar maktabni 3-sinf o'qigan degan gaplarning hammasini lazim qarab to'qigan degan mushum. Ey qiltiriq. Sen bir hayotingni bir haqiqatin bir ras tonimaydigan qizingni tonimayman deb baqqan vaqting bormi? Tonimayman degilmaydi. Unda deb qalsaq bizga yarashmaydi. Qon bilan kirgan qo'y, jon bilan chiqdi. Bizga amal yo'q.